Assalomu alaykum akalar. Bugun obzorimizda Hyundai Elantra mashinasi bo'ladi. Juda ham budjetli mashina. Xudo xolisa videoning oxirisida narxini aytib o'tamiz. Videoning oxirigacha ko'rasizlar. Bugun obzorimizda Hyundai Elantra mashinasi. Mashinamizda 348 ming yurgan 1.6 motor, hattoki mashinamizda metan gaz ham bor. Motori, ходовой, korobkasi, hattoki konditsionerlari ham ideal holatda. Mana qaranglar, rangi ham juda ham chiroyli, takoy novot rang, salonlari ham bejviy, skromniy. Benzinda yursanglar ham shahar ichida juda ham kam rasxod qiladi. Sababi mashinamizda 1.6 motor. Hozir sizlar bilan bitta orqa rakursini ko'ramiz. Metani 3-pokoleniya. Holatlari zo'r, dokumentatsiyalari ham zo'r. Mashina notariusga tayyor. Sizlar bilan bitta interyerini ko'ramiz. Interyeri skromniy. Xo'p, mexanika korobka, pioner mikrofon, klimat kontrol, konditsioner, stiklopodъемniklar, bokovoylarni boshqaradigan rejimlar, motorchivy sidenyalar. Mashinamiz skromniy. Okalar, kimga qiziq bo'lsa, mashinamizning narxi 5500 AQSh dollari. Egalarining nomerini yozib qo'yaman, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Hyundai Elantra metan gazlari bilan.